Bemorimiz bir hafta oldin travma olib tizzasidan ishib ketdi deb yuravergan, lecheniya qilib, mazlar surkab, mahalliy lecheniya qilib yuravergan, lekin bir doktorga murojaat etishmagan. Ko'rganimizda bemorimizda tizza bo'g'imini punksiya qilib ko'rganimizda bo'g'imga qon chiqqan, qo'yilgan chiqqan qonni shakl elementlari so'rilib, plazmasi qoladi, mana sariq. Bu ham rangi xira, qo'yiq. Plazma ham anchagina bosim berib turganda bo'g'imga oro berib. Sal yengilladimi oyog'ingiz? Da ko'rdingizmi, yengillaydi. Oyog'ingiz bukib qolasiz hozir. Yeringlashga kelib qolibdi-da. Shu to'g'rilanmayapti. Ha, to'g'rilarni bukalmayapti dedingiz-da, mana bu yeringlashga kelib qolgan. Endi ehtiyot bo'lish kerak. Endi yotib qolgungacha yurmaslik kerak. Bir shunaqa travmadan keyin bir joyingiz ishsa, bir joyingizda muammo bo'lsa, sразу mutaxassisga, mashinangiz bo'lsa olib borardingiz. Ha, mashinangiz bo'lsa, bir kesib bir ko'rsatib o'tib ketdik deb shu diagnostika qilib qo'yardingiz. O'zingizga qilmaysiz. Bizdan chiqdi mana. Shuncha sariq suyuqlik, qo'yiq. Buking tizsangiz. Buking mana bemalol bukilyaptimi? Mana bo'g'imiz endi holi bo'ldi. Endi to'xtaysiz endi. Ja bukib yubormaysiz endi. Endi mashq holatda oyoqda harakat cheklash kerak. Tushundingizmi? Harakat cheklab turib, ana o'shandan keyin tizzangizga UVC, antibiotik, metrit qilib olasiz. Ana shundan keyin bo'g'imizda shu quyilgan qonlar so'riladi qayta, yirtilgan qon tomirlar, travmada uzilgan qon tomirlar qayta uchlari bekib koagulyatsiya bo'lib, oyoqlaringiz yana o'z joyiga qaytadi. Tushundingizmi?